ichki ishlar organlari xodimlari, jamiyat tinchligi, fuqarolar xavfsizligi, qonun ustuvorligini ta'minlash yo'lida tunu kun fidokorona xizmat qiluvchi osoyishtalik posbonlari. Ularning kasbi kishidan jasorat, qat'iyat va yuksak mas'uliyatni talab etadi. Mana shu yo'lda o'z hayotlarini fido qilganlar esa haqiqiy qahramonlardir. Bugun ana shunday qahramon marhum ichki ishlar xodimi Sultonmurod Eshquvatovning oilasi bilan suhbatlashamiz. Men dedi shu militsiya xodimi bo'lishim kerak deb o'ziga juda qiziqish bo'ldi, unda qiziqish paydo bo'ldi. Maktabda mana shu o'zim o'tirgan maktabida tarixdan dars berdi. Lekin baribir onajon men ichki ishlarga kirishim kerak deb ichki ishlarga harakat qilib o'z kuchi bilan ishga kirdi. Ichki ishlar deb aytyapman, men juda yaxshiladi. Vafotidan keyin ham hozirgi kungacha bolam uchun yaxshi gaplar eshitib yuribman. Qattiq yaxshi gap, rahmat onajon. Shunday bolani tarbiyalagan uchun degan gapni eshityapman. Bolamdan mingdan roziman. Xalq uchun, el uchun xizmat qilgani uchun. Rahmat. Sizlarga ham mana shu bolamni xotirlab kelganlar uchun. Hamma juda yaxshi eslashadi. Shunchalik ularni faoliyat haqiqatan kechalar bo'lmasdilar. Kechroq ketardilar. Oyim aytgandek 1 soatga ovqatlanishga kelsalar, men o'tirdim, mana bu yakshanba kuni dam oling dadasi, siz ham charchadingiz desak, yo'q, iloji yo'q. Mayli, vatan bunaqa elim uchun janjal bo'lyapti, oilani borib to'qlayın, meni yarashtirayin, ayasi deb ketardilar. Suhbatimiz davom etar ekan, Sultonmurod Eshquvatovning singlisi jigarbandi akasini ko'zida sog'inch yoshlari ila shunday esga oladi. Kichkinalik maktab chog'imda o'sha 2 akam, 2 qo'sh qanotim bo'lgan, doim shu 2 akam borligidan faxrlanib yurardim. Qiz bolaga o'zi opalar yaqin, sirdosh yaqin bo'lsa, menga shu katta akam juda ham yaqin sirdosh edilar. To armiyaga ketgunlariga qadar nima bo'lsa ikkalamiz bir-birimiz bilan sirlashardik. Hatto ikkalamiz birgalikda oyim o'qishga ketgandilar, malaka oshirishga. Non ham yopganmiz-da tandirda. Akam rahmatli ta'mirda qizdirib berdilar. Keyin men birinchi marta non yopishimda o'zim o'rgataman deb ikkalamiz chiroyli nonlarni yopganmiz. Vatanga muhabbat, oilasiga mehr ila o'sgan farzand ularning osoyishta hayot kechirishlari uchun har qanday balolarga, qiyinchiliklarga tayyor turadi. Xulosa qilib aytganda, Sultonmurod Eshquvatov ham ana shunday fidoyi xodim, mehribon farzand, oqibatli aka, chinakam umr yo'ldosh hamda farzandlari uchun haqiqiy qalqon bo'lgan ota edi. Ishonch bilan ayta olamizki, Sultonmurod akadek insoniylik fazilatlarini o'zida mujassam etgan, o'z kasbiga sadoqat bilan qaragan xodimlar insonlar qalbida manguga muhrlanadi.